inaga suv bermanman. Nima bilaqa inaga suv bermasam? Inak bo'g'oz suv bermasam o'ladi bu kun. Menga qarang, to'yimiz bo'ldi. Inak unuting chimildiqda biza. Yo'q, suv bermasam bo'lmaydi inaga bu kun. Yo'q, o'tiring, keyin berasiz. Dadam aytdim, cho'pon qiz uylantirmang deb. Bu chimildiqda ham mol o'ylaydi. To'xtang berakeling. Haydang buni oyog'idan torting. Men tortolmayman, o'zing tort xotin, qo'ydan qo'rqaman men. O'ling, torting ana bunday oyog'idan. O'zing tort, ona, qarang keldingiz-a. 3 oylik bachasi bor-ku bu getchini. Kechiradi, unda ishlaganmiz, qaydan bilasan? 2 oydan keyin tug'adi bu. Tegma, azob berma ha. Tez yuring qani? Xotinsan o'rganib ketgansan, bu og'ir ekan, men ko'tara olmayman. 26 ta qo'yim bor. Bittadan tug'sa yana 52 ta bo'ladi. Ko'paytirishim kerak qo'ylarimni. Qo'ylar ko'paytirish o'ylamang. Bu o'zimizni ham ko'payish o'yla, xotin. Asal bacham mana bu. Erkak bacham. Kechqurun quchog'ingda ham olib yot, meni pampers kiygizib. Ha bacham, nima bo'ldi? Mana bu olib bergan keliningiz. Cho'pon qizi dedingiz. Buni hayotida qo'y, inak, moldan boshqa hech narsa yo'q. Axay, u cho'poni. Asan shunaqa muomala qilsan ham qo'ydek muomala qil. Qo'y tilini yaxshi tushunadi. Yaxshi bilaman shuni qilsam. Hay sen uchun kirdi, bos. Rahmat dada. Shuni qilaman. Aha, taka keldingizmi ya?